Salam do'stlar, yaxshimi? Bu videom yana Shanxaydan boshlandi va Shanxaydan sayyohga qarab yo'lga chiqish jarayoni so'zlanadi. Men vaqtimiz buni Jichangga keldik. Men endi ziroq tug'moq soqol bo'lgandan keyin kichkimdan tatib. Mushunda o'maklikka zongtong bo'lib olmanda men mushta o'zim javob tatib. Menla o'ng so'ng deb bularni tatishtirib, so'rashtirib, buni mushundaq yalardan o'tib, biletlarni ilib bir tonduydim. Şunun bilan sayyohga yo'lga chiqmoqchi bo'ldik. Jichangda har xil xushal-xuramliq gaplar bilan, kulki chaqchaqlar bilan bu Jichangdagi 3 soat muqanda o'tib ketdi yo'qimdik. 3 soat burun borgan, 3 soat arran shu yilqi aeroplanga chiqmoqchi shu 3 soat to'shabdi. Abolam rasmsiz chiqib amraqdi, naq rasmsiz o'tgan bir qizolning o'tirib qoldik bu degan xushal. Şunun bilan ishtaq buni sayyohim keldik 3 yarim soatda. Sayyohlik adam do'stimiz oldimizga chiqibdi, apirib qo'ydi. Uning bilan salqin shamolda uyimizga berib oldik. Kech o'g'ancha do'stlarimiz yana telefon qilibdi, "Voy, sizlar chiqinglar, bizlarning mayliga bordik" deb. Shuning bilan ko'rishib tomoqlarni yedik. Aytsa endi qopab mana apamlar, dadamlarningki sayyohdan zo'lg'an uyi, o'sha uyda turibmiz-da endi. Shuning bilan mangdiq, sayohatga mangdiq. Bizning shu mahallimizda Samsundan hamma narsa bor ekan. Şunun bilan sayohatga mangdiq. Bugundan boshlab biz Jodenga o'rnashmoqchi. 5 kunlik sayohatimiz boshlandi da endi. Dadam degan bolalarni o'yintib o'moqdadim. Şunun bilan chiqdik. Mana Mishadan qo'zg'ildi ekanmiz shu bizning borgan Joderimizga. Menib buni bu Jodenga kelib qapti. Fanxuangda Sumruq Aralga o'rnashgan hammalarga tunishib bo'lgan shu Jodenga akaldi bizni Misha deydi ekanmiz. Şunun bilan bu yer pek chiroyli gavi, men pek yaxshi ko'rdim. Men sayyohga chiqdim, kelib Majudiyga kelib boqmabdi ekanman. Shunchalik payza manzarasi, pek payzga chiqib men azroq hayajonroq emasmi? Pek sad hayajonlanib ketmam, nayalan ko'zimchi. "Va!" deb degan bo'lmay qoldim ish qilib. Qaranglar, manzaralarning payzligini, lentagi chiqsaq, lam butunlay dengizga demaysiz, dengiz manzarasi, kashik manzarasi ajoyib chiroyli ekan. Shunda dadam degan xo'sh bo'lib, dadam opamlarni tang akaldim bu sayohatga. Dadam degan "Jinim bolam, sizning davlatingizda mushtaq narsalarni ko'rdim" deb ketibdi dahi. Shuning bilan opam dadamni rozi qilib, xo'sh qilib degandek umoqlikni qilinglar dadamni. Shuning bilan hammamiz shundoq bir xo'sh bo'lib ketdik. İşte havoyisi ajoyib payzga qaranglar. Shu bo'lganda opam dadamning qo'sqi ichibdi, "Jironglar" deb shuning bilan tamoq qildik. Tamoqlarni yeb, opam. Shuning bilan kechga qaytib keldik. Kechki manzaralar ajoyib chiroyli kesh qilib, huzurlanib, shunda rahat uxlabdim ha o'kini. Shuning bilan endi qopab, shu tik ucharda ushqil keldik. Bu tik ucharlig'imi bir qitim chiqib men toza yaxshi ko'rmagan. Lekin opam dadamlar chiqib boqmaganlik uchun ularni chiqdi. Ham bizning shu tanduyninki orasida musham bor ekan. Shuning bilan tik ucharda bir aylanib kelgan bo'ldik. Opam dadam shunda xo'sh bo'pti, ko'rib boqmaganni ko'rdik, chiqib boqmaganga chiqdik deb. Anandikin yana yo'llarni yurib, shundoq bir gang manzara orasida mangib qo'sh qilib bir 40 minutdek menib yana bir orolga keldik. Bu oroldan biz yana bir paraxotga o'tirib, yana bir orolga yo'tkildik ekanmiz. Shuning bilan yana o'chirat saqlashlar bo'lib ketadi mana. Omoq fikrlarim, omoq erim. Bundan da o'tdi bu odamning da'atidikin men o'zim kulayotganman, ovozlarni o'chirib. Shuning bilan Mishada bir 40 minut payda yutdik deyman. 40 minutdan jihmush qilib turdik. Bir paraxotni saqlatibdimiz. Opam degan meni rasmni tatib qo'yinglar bilan deb turibdi ekan menda. Shu bilan tatib qo'ydim omoq opamni. Rasm tushib amroqqa shu. Shuning bilan ilq paraxot yakanmaydi, biz turibmiz. Qaranglar opamni. Maqapam oxiri keldi bu paraxotmi shuning bilan chiqib shu yana bir orolga tushdik ibam degan orolga. Opam dadamlar bilan bundoq sayohatga chiqib boqmoq beklam uzun bo'lib ketdi ekan. Beklam xo'sh bo'ldim ish qilib, opam dadam bo'yinimda ko'nglim degan shunchalik to'q. Asli qiynatamni apkamay tutuq, lekin ularning tan salomatligiga yer bermadi, shuning bilan ular qolib qoldi. Men mushtayil opamga eslab, yil dadamga eslab mushtaqib judim ish qilib pek uzoq bo'libdi. Bunda birga sayohatga chiqib boqmoqlik kichik vaqtlarimda chiqqanman men opam dadam bilan. Shuning bilan mana shu orolga keldik, bu ham joy bir chiroyliga. Bu orolni Jungodagi Mardayfu deb qo'ydik ekan. Tushuntirib bergan, do'yashda tushuntirib berdi.
Haqiqatan bek chiroyli ekan. Yaxshi ko'rdik hammamizga shunchalik yoqdi. Havosimi shunda chiroyli. Dengizning suyimi, neri shunda chiroyli ekan. Shunda paks dengizga bu hamdi. Mishada xushal o'ynab ketdi bolalarim degan. O'g'limning tunji qitim dengiz ko'rishi. Qizimni pat-pat akildim sayaga. Lekin o'g'limni kelib boqmagan. Bu bek xush ketdi. Qaranglar bek chiroyli manzarlar, yigitlar o'tirib ketdi. Mundaq bir xil shushan o'tirib ketdi-da, ama bolalar degan qarab qo'yinglar. Şundan men bilan tatib qo'ysizlarni bek payz o'tiribsizlar deb zo'rlab tatib qo'ydim. Shuning bilan havo sal tutuq bo'lsin, lekin biz sat payz huzurlandik. Bu chaqda shuning bilan qo'saq ichibdik ekan. Qarsam shovqolan sotadigan yabakka. Shuning bilan o'zimizga mos keldig'ini tanlab akilib buni musoqovat to'qim ma'ashib qo'saqning ashliqida. Qizlar degan o'ynab ketdi mana. Yo'yinga appa deb yo'yinga akamab ekanmiz. Yo'yinga appasi kivilib ikkisi degan mishada o'ynab, mama kirvoldi bir chaqda. Qilib bu bolalar ham siz o'ynaydi degan bir kun bizni shunda xush bo'ldik. Har xil gaplarni qilib, har xil temada kulishib, qaqoqlashib ashada. Anska bu yerga bir kunlik hayotimiz tugib qaytdik. Yana paraqtga chiqib qaytdik ekanmiz. Makimim shunchalik cho'nka voy mishada o'rin tepib apamni qaranglar, dadam chaqirib qo'yib ketganda qilni o'qib. Ekranga qaramadim deb yataqimga kavoldim. Shuning bilan deb munchilarga tushib, kechlik manzarning go'zalligiga qaranglar. Endi men uxlayman, ata, jishu. Xayr xo'sh.